Dalda oğudak ya tapsaq bo'latdi. Yağmur bek qattiq yoqqil turdi. Bek yurib ketdik. Shundaq. Acep bizar qildi bu havo. To'xtab qolsa yaxshi bo'lardi. Yoshirnola, dinozavr kelyotdi. Acep xatarlik bo'ldi. To's qoldim, to'pimdan ayrilib qoldim. Men ajoyib xatar ichida qoldim. Bir o'nkir topalgan bo'lsaq, yaxshi bo'lardi. To'g'ri, hech bo'lmasa qisni bo'lardi. Qaranglar, oyada o'nkir ekan. Ichidan yo'riq ko'rinyapti, kirib yomg'irdan daldundayli. Qarab baqayli. Xatar bo'lishi mumkin. Bu nima? Uqmayman, magmum ekan. Bu gapcha vulqonning markaziga kelib qopdimizda. Meni kapog'im yo'q. Ajab siqqan qo'y, 2 minut qammayla qurib ketgan bek, yaxshi bo'ldi. O'lib ketgandim. Ras, quruq kiyimli kendan rahat bo'ladi. Bir qurt olaychi. Mana, qurib ketdi. Yerim kechigacha navbatchilik qilishimiz kerak. Bo'lmasa, magma eqib chiqsa, xatarlik bo'ladi. Yana talab turgan yaxshimi, nima? Yağmur to'xtamasa, men talog'i chiqmayman. Bularni bu o'nkirga men boshlab kelgan. Shung o'zim mas'ul bo'lishim kerak. Bu yerda xatar bo'lishi mumkin. Navbatchilik qilmay bo'lmaydi. Navbatchilikni yana men qilay. Ko'pchilik xotirjam uxlasin. Sen bor, sen charchiding, birdan uxlab aramayli bor. O'rnimda siz tursangiz, aramasam olay, paxas bo'ling. Xotirjam bo'l. Çapsa uygunluğa! Ha? Bu haritamızda aldılar mı? Anladım. Bu... Yeterdi.
Nima degan qo'rqinchli. Uduqmanglar. Hergiz uduqmanglar. Biz tayyor bo'lib turaylik. Men yanala azroq qo'rqyapman. Biz qo'rqyapmiz. O sarang bo'pti, qo'rqaman degani bilan yana ketyapti-ku. Zo'rmasizkan. Mumkin emas. Ko'zim do'rmish qolgan o'xshaydi. O'tilib qolay. Macha qilma. O'tilib qolay. Gap qotgan kim ha? Boyaq kel. Yo'q. Meni qo'yma. Qo'yma, so'ma. Meni o'zi qilma. Bo'ldi, suyayman. Qarab turma, meni qutuldirma salomimni. Qo'yma. Bo'ldi. Bu dinozavr barovlar do'st bo'lmoqchi o'xshaydi. Shunda, ajab ta'sirli-a. Qo'moq kelsa. Chaqchaq nima qildik? Endi mangaylik. Amsa biz ma'lumot. Sen bana deyishcha o sen bilan to'lishqiniga qo'shilgan. Sinib ketamaymiz, xafa Ona qutuldim undan. Bizdan ayg'artaqaligimizni bilamsa, ha? To'xtamay oldiga menib, chekinmaslikning o'zimi hayotdagi ilgirlashning eng yaxshi usuli. To'g'ri dedim. Ya meni qo'yma. O bichara dinozavrni tashlab qo'ymasa qoptiki, o o'zi yolg'iz qoldi. Uni aramiz qo'shib olaylik deganmi? Bu mumkin emas. U boshqa dinozavrlarni Biz topalaydi. bilan mangsa, u xo'sh bo'lmaydi. U cho'qim men bilan ijil bo'lib top o'ynashni yoqtiradi. Ansirma Cherchi, sen bilan biz o'ynaymiz. O baro bilan o'ynaydi. Uzoqqa cho'g'ladi taqi. Ajab yomon dinozavr ekan to'p. Bo'ldi, bu gapni qo'yib, tez mangaylik. Bir necha guruhga bo'lmaylik. Xotirjam bo'l. Sen yiroqqa qara. Deganingda qilaman. G'alati ahvol bayqasang, sen hol, men ko'zim harakat ro'shan. qilandi. Bu her uğursa koydu çok mu cihazal var. Hem de ondan oldu. Tazı bir yavandı kan buldum. Ulağı yetişi var ben. Ondan bir yavalay. Tutturala! Hazırla, sen yavalay diyen. Hocam. Baro yana ahmoqona ish qilibdi. O'nchoqqa masala o'qilmoqchi bo'lgan. Uni asallarlar qo'g'lab yuribdi-da. Bu ahmoq. O bu mijozini o'zgartirmagidek, endi saboq olsin. Baro zadika. Qarab boqay. Simba! Ben Baro'nun neredekini gördüm. O ayadaki köldü-ki. O bir qo'shashlar so'g'ishingib kiriblar. Asalasini To'g'ri degansiniz. Berib uni qutuldiraylik. Yo'q, oqimizga yonsoq bo'lmaydi. Bek yurib ketdi. Uning ular karimiz bo'lmasa bo'lmaydi. Uning ustiga u yerda bir xil go'shtxo'r o'simlik bor ekan. Bu eselerdir acep yakışken. Beni çakmayla kitip kaptı. Kutulup kaldım. Acep çıraylık küküne bu. Bıraklıkken, nasıl bıraklıkken. Sen bıraklık bakan bile. Bek eskiken sen.
xatarda qolibdi. Uni qutuldiraylik. Dinozavr kel. Yana ishkisi keldi. Bimbo, chapsan tayyorlan. Xosiyat kuchimizni ishga solaylik. Simba xasiyat kuchini ishga soladigan bo'ldi. Yaxshi, endi mening karomatimniki. Eski dinozavr tegdi. Yana bir shirdi. Ular qechishdan boshqani bilmaydi ekan, ha? Endi ular xeylig'ich kelishga petinolmaydi. Ular hayot qolganlar. O yarılanıptı. Beni bundoq yolama. Biroq, beni qo'g'dingning rahmat. Sen biz bilan bilman, ha? Ya do'stimni tanishtirib qo'yay. Isming nima? Seni qarshi olamiz. Sen Baroning do'sti bo'lgandan bizningmi do'stimiz? Bir nöbet uzunken, onu bilen nefeslenirse, sen bizge yardım kılsan mı? Onunğa boshqa bir ism qo'ysaqmikin deyman. O bir xil nur chiqirdi ekan. Amsa uni chaqmoq deylik. Qandoqli bo'lmasin, u degan dinozavr bizga o'xshamaydi. Qara, Baro, Bimbo, semiz o'riqlar bir-biriga o'xshamaydi, ammo yana birga yashayotimiz emasmi? Ha? Ammo uning jamiyati burunli yo'qolgan. Nazariya jihatda Cherchining degani to'g'ri. Zo'r tashpaqining deganlariga asoslanganda dinozavrning necha ming yilning oldida nasli qurib ketgan. Biroq hozir u ko'z oldimizda turibdi. U yana Baroga do'stligini ifodaladi. Deganlaring to'g'ri. Men buni tan olaman. Qandoq Baro? Dinozavr endi do'sting bo'lib qoldi. Sen uni qo'g'daysan. Buni tushunaman. Endi boshqa fikrim yo'q. Amsa shundoq bo'lsin. U biz bilan birga tursin. Baro uni chaqmoq deb atashni taklif qildi. Shundoq ataylik, qo'shilamsizlar. Oldirib qaror chiqarib bo'larmikin? Bo'ladi. Chaqmoq biz bilan birga tursa, bizga yordam qiladi. Çakmak, bu deniz karakçısına okşap kaldı. Biz bir dinozavrını deniz karakçısına aylandırıp koyduk. Pek kızık iş oldu. Deniz qaroqchisiga aylantirib qo'yganning nari qiziq. O cho'ng bo'lgandan keyin bizga yaxshi amra bo'ladi. Kuchiga to'lsa, bizning har xil xatarni yengishimizga yordam qiladi. Sizlarning qo'shilganinglarni ko'rib, men bak xush oldim. Bek yaxshi bo'ldi. Pek yaxshi bo'ldi. Ben aramızda yanında koşulan alıcına dinozavrı hürmet bildirmem. O bizning uningdan nimani umid qilganimizni bildigandek turdi. U bek aqlli bo'lish kerak. Afsunlarligi shuki, u gap qilmaydi ekan, chataq yeri shu. Sen tushungandan keyin hech bo'lmasa beshingni langishtirib qo'y. Yaxshi bo'ldi, yaxshi. U ma'qul deydi. Vaqt birga badi, mangayli. Tez mangayli do'stlar. Uning aqlli ekanligini bilatdim. Bo'ldi, jiqqa qilib ketdik-a. Mana endi sen bizning qatorimizga qo'shilding. Simba, bu ya qarmoq tinchlik qilgani bilan har bir bo'londa xatar bor ekan. Chaqmoq, nim qotsa, vaqtni zoya qilma. Mana o'zdingmi? Sabak yaxshi kelsa, biroq bilishing kerakki, men asalik amroq. Ma'qul. Bir tet boqay. Tam yaxshi ekan. Qushlarning hammasi uchib ketayotdi. Xatar bor ekan. Dinozavr xatar balig'ini chiqibdi. Chapsa yushirmayli. Yoshirininglar. U nim bo'pti Baro? Quyruqdan nur chiqaryotdi. Qara. Qani tishqu bu.
Tevridi. Dinozavurlar. Dinozavurda halak bo'ldi. Baro, faqas bo'l. Amalba muqim bir yer tepib yig'layli. Chapsan bo'linglar. Chapsan bu yerda ketinglar, tez. Tez yuguringlar, tez. Chapsan yetinglar. Köpçülük yetinglar. Acaba korkunçlu kış oldu. Simiz, gözünü açasın. Nede? Biz sakin ya. Köpçülük, silah sağ selamet mi? To'g'ri, qara, baro ana. Cherchi ko'rinmaydi o. Ama nima? Bak hoş oldum. Sen kaltısken sen cima. Uni chaqmoq qutuldirib oldi. Çakmak, rahmet sana. Sen benim dostum. Çakmak, biz seni to'g'ri tanlabdik. Rahmet sana. Qiziq ish bo'ldi, ammo biz bu yerdan qandoq chiqib ketishni qilmayapmiz. Mana shu baqay. Ya pastga tushamisak, ya o tarafga o'tamisak, qanday qilamiz? Men Apol bilan aloqalashay, faqat shuni yaxshi amal topa oladi. To'g'ri dedim. Uni cho'qim tap. Bayatın qisi yeri postlar kitib olsa kerak, biroq bu bizga balay ofat bo'ldi. Qanday qilamiz? Apol, siz nerede? Uçurni oldim. Do'stlarimni hargiz qiyin ahvolda qo'ymayman. Sen kelsa-da Apol. Ovozingizni anglab pek hoş buldum. Ammo siz bizni qandoq tepib, biz bilan qandoq aloqalashdingiz? Men dunyodagi daraxtlar bilan aloqalashib turyapman. Ular yuzbagan ishlarni menga deb turyapti. Siz meni o'qibsiz, do'stlarim qanday chiqdi, ha? Bu bek oddiy, berib sen bog'ida. Shuncha mingibmi o'rmonga yetib boramabdiq. Seri qushqash bilan Rajim aponi topaliq edi ilohim. Qaranglar, ular keldi. Ben Apol'un yollarını hep geldim. Men onun danalığına işinimi? O bizni tashlab etmaydi. Tezda Rajim. Sizlar cho'ng'i xultizlar turkumning xosiyatli kuchini ishga solib, cho'ng daraxtga nur chiqarsanglar, o bir tarafga yiqiladi ekan. Uninga dasab o'tib olamiz. Apol bo'g'ashlar sizlar qutulib qoldinglar.
Bizga ish chiqdi. Başlaylik. Geç oldu. Ben birinchi hop o'tay. Qolganlarni menga o'xshash o'tinglar, ha? Mingla. Geç oldu. Rahmet sizga Apol. Ormanning u tarafidan tog' jilg'isiga boradigan yo'l topa olaysizlar. Biroq diqqat qilinglar. Yana nurg'un to'salg'ular uchraysizlar. Tamtirmanglar. O'zinglarni tutib olinglar. Sizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz Apol. Men birer yetip topumla oynab olay. Men bilen birga oynag'ın sen bu. Bu da qiziqarli o'yin o'ynab tursan, samirib ketmaysan. Hozir men birlikda qilgan do'st topdim. Qandaqlı bo'lmasin, hammanglar aslinglar kepsizlar. Eng muhimi shu. To'g'ri deding, biroq ko'ngil ichishni bilish kerak. Endi yo'lga chiqib ketaylik. Bo'ladi. Do'stlar, mangaylik. Simba bilan uning do'stlari davomli ilgirlab, bu xatarlik ibtidoiy tog' jilg'isidan chiqish eg'izini izlab mandi. Ular bu qo'rqinchli tog' jilg'isidan qanday chiqib ketadi? Buni bilmoqchi bo'lsanglar, keyingi qismni ko'ringlar.